Menga qara aytgan joying shumi? Ha, shu. Menga qara, to'yda pallasi turibmiz. Xarajatdagi tushirma meni. Rasxodda ko'p. Bu qimmat emas, yangi ochilgan Nelur saloni. Bu yer arzon, yuring ko'raylik bitta. Ha, bo'pti, yur qani. Mayli. Shunday go'zal, shunday nafissan, arazing ham yoqimli ishon. Yuz bursang ham Voy, onaynimgir. Qayerdan topaman endi mashinani? Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nima asabsiz? Ko'rmaysan, mashina zakaz qilgandim, atmay bo'lib ketdi. Endi qayerdan topaman? Shunga asab qolatasizmi? Kecha Instagramdan ko'rgandim. Qarshi rentga 195. Bitta telefon qilganingizdan olib kelib berishar. Bitta telefon qilib ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Bizni Rent-Car 195 tanlaganingizdan xursandmiz. Qanaqa mashina qilib berish kerak? Aka, shu mashinangiz bo'ladi, tezroq rasmiylashtirib bering. To'y kechib qolayman. Aytgancha o'zim haydashim kerak. Bo'ldi, gap yo'q, pravez bor, ha? Mana mashina. Mana shuncha asab qilib turdingiz. Mashinam hal bo'ldi, ko'ylagim hal bo'ldi. To'g'ri aytasan. Mashinam hal bo'ldi, ko'ylagim hal bo'ldi. Nimadir esdan chiqdi. Kastim burgim qani?